Assalomu alaykum, mani hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga shunaqa toshbaqa to'qishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga 2 xil rang ip tana qismini to'qish uchun, ko'zini to'qish uchun ozgina qora ip hamda ko'z uchun shunaqa munchoqchalar, ichini to'ldirish uchun sintifon kerak bo'ladi. Buni xohlaganingizcha ip tanlashingiz bo'ladi, 2 xil rang. Men bu iplarni toshbaqani oddiy kiloga tortilib xarid qilinadigan iplardan foydalanib to'qimoqchiman. Birinchi qilgan ishimiz toshbaqani shu tosh tepa qismini to'qib olamiz. Buning uchun men shu yashil ipdan, ko'k ipdan foydalanmoqchiman. Buning uchun sehrli halqacha ichiga mana sehrli halqacha to'qishni o'rganganmiz. Shu sehrli halqacha ichiga 6 ta ilmoqsiz ustuncha chokini to'qib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Buni to'qib olib, ipini tortib, birinchi halqacha bilan birlashtirib olinadi. Birlashtirib oldim. Endi bitta zanjir olib, birinchi zanjir olib, shu yerga ip bilan birinchi zanjirini topish uchun ip bilan belga qo'yib ketamiz. Mana boshqacha rang ip bilan qo'yib ketib, birinchi qatorini to'qiyotganimizda har bir zanjir ichiga 2 marta ilmoqsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Mana birinchi zanjir ichiga, keyingi zanjir ichiga ham 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qator oxiriga borgunimizcha har bir zanjir ichiga 2 tadan ilmoqsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Shunda zanjirlarimiz o'zi 6 ta edi, qator oxiriga borib 12 ta zanjir hosil bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta zanjir hosil bo'ldi. Endi belga qo'ygan ipimizgacha mana keldik. Zanjirlarni sanab chiqsak 12 ta zanjir hosil bo'ladi. Endi belgili ipimizni yana oldinga tashlab olib, oldingi tarafga o'tkazib olib, keyingi qatori bitta ilmoqsiz ustuncha to'qib, ikkinchi zanjirga esa 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqiladi. Bitta ilmoqsiz ustuncha mana. Keyingisiga bitta zanjir ichiga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. Shu tariqa qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Bitta ilmoqsiz ustuncha, ikkinchi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha. Belgilangan mana ipgacha kelib oldik. Endi bu qatori sanab chiqsak zanjirlarimizni 12 ta zanjir bor edi. Endi yana 6 ta zanjir qo'shilib 18 ta zanjir hosil bo'ldi. Bu qator ikkinchi qatorda 18 ta zanjir bilan qatorni tugatdik. Uchinchi qatorga o'tishimizdan oldin mana belgili ipimizni orqa tarafga o'tkazib olib, endi 2 ta zanjirga ilmoqsiz ustuncha bitta-bittadan, uchinchi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qatorimizni oxirigacha shu tariqa to'qib boriladi. Bitta ilmoqsiz ustuncha, ikkinchi zanjirga ham yana bitta ilmoqsiz ustuncha to'qidim. Uchinchi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qiyman. Yana mana bundan keyingi zanjirga, birinchi zanjirga ilmoqsiz ustuncha bitta, ikkinchi zanjirga ham bitta ilmoqsiz ustuncha, uchinchi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqaman. Belgi ipimizgacha to'qib kelib oldim. Bu qatorni boshlayotganimizda 18 ta zanjir bor edi. Endi zanjirlarni sanab chiqsak, yana 6 ta zanjir qo'shilib 24 ta zanjir bilan qatorimizni yakunladik. Endi keyingi qatorga o'tishdan oldin yana belgilovchi ipimizni oldi tarafga tashlab olib, keyingi qatorda 3 ta zanjirga bittadan ilmoqsiz ustuncha, 4-chi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qatorni tugatamiz. 2 ta, mana 3 ta, 4-chi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. Yana belgi ipimizgacha to'qib yetib keldik. Endi bu qatorni 24 ta zanjir bilan boshlagan edik. 6 ta zanjir qo'shilib 30 ta zanjir bilan yakunladik. Endi keyingi qatorda 4 ta zanjirga ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta to'qib, 5-chi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqamiz. Bu qatorni ham tugatib oldik. Belgilovchi ipimizni oldi tarafga tashlab, endi keyingi qatorda 5 ta zanjirga ilmoqsiz ustuncha, 6-chi zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 4
5. Endi 6-zanjirga 2 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib, shunaqa ketma-ketlikda qator oxirigacha to'qib chiqiladi. Qatori ham belgilangan ipgacha to'qib oldim. Qator boshida 36 ta zanjirimiz bor edi. Qator oxiriga kelganda 42 ta zanjir bilan qatorni yakunladim. Endi 4 qator hech qanaqa ko'paytirishlarsiz aylantirib 4 qator oddiy ilmoqsiz ustuncha chokida to'qib chiqamiz. 4 marta aylantirib shu belgilangan ipimizgacha kelishi kerak. 4 qator aylantirib to'qib chiqdik. Endi qatorlarni sanasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jami 11 qator bo'lib bo'pti. Endi oxirgi qatorda bitta zanjir orqadagi zanjirni ilmasdan faqatgina shu zanjirini ilib bir qator to'qib chiqamiz. Orqadagi mana bu zanjirini ilmasdan faqat oldi tarafini ilib shu zanjir ichiga bittadan ilmoqsiz ustuncha to'qib aylantirib chiqamiz. Orqa zanjir ilinmaydi. To'qib chiqdim. Qator oxirigacha kelib oldim. Endi oxirgi qatorni bitta ilib zanjir ichidan chiqarib ipimizni uzib olamiz. Mana bu ip olib tashlasa ham bo'ladi. Tosh qismi, toshbaqamizni tepa tarafi bitdi. Mana. Endi oq ip yordamida pastki tarafini to'qib olamiz. Buni ham xuddi sehrli toshbaqani tosh qismini to'qigan singari sehrli halqacha ichiga 6 ta ilmoqsiz ustuncha to'qib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 6 ta to'qib zanjirlarni birlashtirib olinadi. Birinchi zanjir bilan birlashtirib oldim. Mana. Endi shu joyga belgi ipimizni qo'yib ketamiz. Har bir birinchi qatorda har bir zanjir ichiga ikkitadan ilmoqsiz ustuncha chokini to'qib chiqiladi. Xuddi toshbaqani tosh qismini to'qiganimiz singari 6 ta qator qanaqa to'qilgan bo'lsa, ketma-ketlikda xuddi shunaqa to'qiladi. Mana birinchi qatorda ikkita har bir zanjirga ikkitadan to'qib qator oxirigacha to'qiladi. Mana belgilangan ipgacha yetib kelib oldik. Endi ikkinchi qatorda bitta ilmoqsiz ustuncha birinchi zanjirga, ikkinchi zanjirga ikkita ilmoqsiz ustuncha chokini to'qib qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqiladi. Mana qatorimizni yakunlab oldik. Ikkinchi qatori ham. Uchinchi qatorda ikkita ilmoqsiz ustuncha choki va bitta keyingi uchinchi zanjirga ikkita ilmoqsiz ustuncha chokini to'qiymiz. Mana uchinchi qatori yakunlab oldim. Endi keyingi 4-qatorda 3 ta zanjirga bittadan ilmoqli ustuncha choki, 4-zanjirga esa ikkita ilmoqli ustuncha chokini to'qib qator oxirigacha shu tartibda to'qib chiqiladi. Bu qatorni ham tugatib oldik. Endi 5-qatorga keldik. Bu qatorda bitta 4 ta zanjirga ketma-ketlikda bittadan ilmoqli ustuncha, 5-zanjirga ikkita ilmoqli ustuncha to'qib qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqamiz. Endi 6-qatorda 5 ta zanjirga ilmoqli ustuncha bittadan to'qib, 6-zanjirga esa ikkita ilmoqli ustuncha to'qiladi. Oxirgi qatorimizda 6 ta zanjirga bittadan ilmoqli ustuncha chokini, 7-zanjirga esa ikkita ilmoqli ustuncha chokini to'qib belgilangan joygacha to'qib chiqdik. Endi qatorimizni yakunlab olinadi. Bitta ilmoq ilib olib, mana toshbaqani tosh qismi hamda qorin qismini ham to'qib oldim. Endi oyoqlarini, dumini va bosh qismini to'qib olaman. Bosh qismini to'qish uchun sehrli halqacha hosil qilib olib, uni ichiga 6 ta zanjir olinadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 6 ta zanjir olib birlashtirib olamiz. Birinchi,
halqacha bilan birlashtirib olinadi. Birlashtirib oldim. Endi har bir halqachaning ichiga, 6 ta halqachaning ichiga ikkitadan ilmoqli ustunchi, ilmoqsiz ustunchi chokini to'qib chiqamiz. 1 12 ta bo'ldi. Endi ikkinchi qatorda har bitta ilmoqli ustunchi choki va bitta ikkinchi zanjirga ikkita ilmoqli ustunchi chokini to'qiymiz. Mana 2 ta. 1 2. Qator oxirigacha shu tariqa to'qib chiqiladi. Mana qatorimiz oxirigacha to'qib oldik. Zanjirlarimiz soni 18 taga yetdi. Endi hech qanaqa ko'paytirishlarsiz yana 5 ta qator aylantirib to'qib chiqamiz. Mana yana 5 qator aylantirib to'qib oldim. Shunda 1 2 3 4 5 6 7 8 qator bo'ldi. Endi bitta to'qib, bitta qisqartirib chiqamiz. Bitta mana ilmoqli ustunchi, bitta qisqartirish cho'ki, mana bitta zanjir qolib, keyingi zanjirni to'qib ketsak qisqartirilgan bo'ladi. Shundan 6 marta qisqartiramiz. Birinchi qisqartirishimiz ketdi. Bitta ilmoqli ustunchi, endi yana bitta oralatib qisqartiryapman. Ikkinchi qisqartirishimiz bo'ldi bu. Bu uchinchi qisqartirishimiz, bitta to'qib. To'rtinchi qisqartirishimiz, yana bitta to'qib. Beshinchi qisqartirishim, yana bitta to'qib. Oltinchi qisqartirishim. Qisqartirib oldim. 18 ta zanjirdan 12 ta zanjir qoldi. Endi shu zanjirlarni yana 8 qator aylantirib to'qib chiqamiz. 8 qator to'qiladi. Qisqartirmasdan, ko'paytirmasdan 8 qator to'qib oldim. Endi ipimni uzib olaman. Bosh qismiga yana sintefondan solib to'ldirib olamiz ichini. Bo'yin qismiga, mana bosh qismiga yaxshilab to'ldirib oldik. Bo'yin qismiga shunaqa zich emas, ozgina sintefon qo'yib olamiz. Mana bosh qismi tayyor bo'ldi. Endi toshbaqani qo'l va oyoqlarini to'qib olamiz. Buning uchun yana shunaqa sehrli halqacha ichiga oltita zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 va ipini tortib birinchi zanjir bilan birlashtirib olinadi. Endi shu 6 ta zanjirni har biriga ikkitadan ilmoqli ustuncha chokini to'qib chiqamiz. 1 2 3 4 5 6. Mana 12 ta zanjir hosil bo'ldi. Endi shu 12 ta zanjirni aylana qilib 10 qator hech qanaqa ko'paytirishlar va qisqartirishlarsiz aylantirib 10 qator bo'lguncha to'qib olinadi. Mana aylantirib 10 qator to'qib oldim. Endi ipimni uzib olaman. Mana shu ko'rinishda oyoqchasi ham tayyor bo'ldi. Buni ichiga ozgina sintefon solib olinadi. Mana ozgina shu tarafiga solinsa bo'ldi. Tepa tarafini bo'shroq qilib qo'yiladi. Shundan 4 ta to'qib olamiz. Mana 4 ta oldindan tayyorlab qo'ydim. 4 ta to'qib oldik. Endi faqatgina dum qismi qoldi. Buning uchun 6 ta zanjir olinadi. 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta zanjir oldim. 6 ta zanjirni birlashtirib olaman. Birinchi zanjir bilan birlashtirib oldim mana. Mana. Endi 2 qator aylantirib to'qib chiqaman. Har bir zanjirga bittadan to'qib 2 qator to'qib chiqiladi. Mana 2 qator to'qib oldim. Endi bitta zanjir tashab, ikkinchisiga to'qib qisqartirib ketaman. Bitta qisqartirdim, yana bitta zanjir tashab, ikkinchisiga to'qiladi. Ikkita qisqartirdim, yana bitta zanjir tashab, ikkinchisiga to'qiyman. Mana 3 marta qisqartirdim.
Endi buyog'idagi zanjir bilan bitta ilib to'qib olaman. Mana bo'ldi. Endi ipimni olaman. Mana dum qismi ham tayyor bo'ldi. Ichki tarafidan ortiqcha ipini ichiga tortib olinadi. Mana dum qismi ham tayyor bo'ldi. Endi tanasini bir-biriga biriktirib chiqiladi. Orqa tarafini, qorin tarafini to'qib oluvdik oq ipdan. Ana shu joyiga bo'yin qismini birinchi tikib birlashtirib olamiz. Mana shunaqa bitta qirrasi, ikkita qirrani o'rtasiga bo'yin qismini birlashtirib olinadi. O'ng tarafiga qo'yib, mana shu tarafi, mana o'ng tarafi bo'lsa, shundoq qo'yib tikib olinadi. Oq ip yordamida. Mana bo'yin qismini tikib oldim. Endi dum qismini, xuddi shu bo'yin qismini to'g'risiga dumatdan tikib olinadi. To'g'risiga mana ikkita burchagini o'rtasiga dumat tikib olinadi. Bunda ham o'ng tarafiga dumanini shundoq qo'yib, keyin tikib olamiz. Mana dumni ham tikib oldim. Endi ikkita oyoq qismini tikib olaman. Oyoq qismlarini mana shu ikkita qirrani o'rtasiga, bu yoq tarafini bu qirrani o'rtasiga qo'yib tikib olinadi. Mana. Tikayotganda juda ham qattiq tortmasdan tikish kerak. O'shanda oyog'i tikayotgan joylarimiz yaxshi egiluvchan bo'ladi. Qattiq bo'lib qolmaydi. Mana ikkita oyoq qismini ham tikib oldim. Endi qo'l qismini ikkita mana shu burchaklarni o'rtasiga tikib chiqaman. Buni ham o'ngini o'ng tarafiga qo'yib tikib olaman. Toshbaqani tosh qismini endi qorin qismiga birlashtirib tikib olamiz. Buning uchun mana ichki tarafida shunaqa bir qator bitta zanjir chok qolgan, oxirgi chokimizdan kelgan shu zanjir chokni ichiga ninani ipimizni kirgizib, dum tarafiga shu joyini qo'yib tikib chiqiladi. Mana shundoq ikkiga buklab, bu tarafini o'yin qismini o'rta tarafiga qo'yib, bulovka yordamida belgilab qo'yiladi. Ikki tarafiga bir xil, ikki tarafi bir xil bo'lib chiqishi uchun mana ichki tarafiga bir aylantirib, ichidagi zanjir bilan birlashtirib tikib chiqamiz. Xazina joy qolganda ichini silikon bilan to'ldirib olinadi. Yaxshilab mana to'ldirib oldim. Endi qolgan joylarini ham birlashtirib tikib qo'yiladi. Mana oxirgi mana dum qismini, oyoq qismini va bosh qismini tikib oldim. Endi bosh qismini shu o'rta tarafidan tana qismiga birlashtirib olamiz. Mana bosh qismidan chiqarib oldim.
tana qismini ham shu bosh qismini shundoq qilib mana shu bosh qismini to'g'risidan iynani o'tkazib oldim. Iynani chiqarib, ikkalasini birlashtirib bo'ylab olaman. Mana endi ortiqcha ipini ko'chuk yordamida ichiga kirgizib olamiz. Endi ko'z qismi va burun qismlarini tikib olinadi. Ko'z qismi uchun mana shunaqa tayyor ko'zchalardan foydalanamiz. Bunga ko'zini yopishtirib olamiz. Birinchi belga qo'yib olinadi. Mana yon tarafiga ikkita belga xuddi shu bir xil joyga qo'yib olib, shu yerga ko'zini yopishtiramiz. O'zini kesib olib, bu tarafiga ham o'zini kesib olib, yopishtirib oldik. Endi qora ip yordamida og'iz qismini tikib olamiz. Mana shu joydan ko'zidan sal qochirib qora ipni kirgizib tikib olinadi. Mana endi ko'zini yonidan qora ipni chiqarib, pastki tarafidan ko'zini atrofiga ham shu qora ipni ishlov beriladi. Bu tarafiga ham shunaqa. Ost joydan bitta chatib olib, ipni olamiz. Mana toshbaqamizni ko'z va og'iz qismi tayyor bo'ldi. Mana bugungi o'rgatmoqchi bo'lgan toshbaqam ham mana tayyor bo'ldi. Tayyorlagan video darsligim sizlarga yoqqan bo'lsa, mani kanalimga obuna bo'lib, fikringlarni kommentariy orqali bildirib o'tishingizni so'rab qolaman. Bundan keyingi darslarimda yana nimalarni to'qishni o'rgatishimni xohlashinglarni kommentariy orqali bildirib o'tinglar. Keyingi video darsliklarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.